Kim kiring? Assalomu alaykum. Men 4-sinf o'quvchisi Muzaffarov rayonidan. Sizga 14-yanvarga savol-javoblarimiz bor edi. Ruxsat bersangiz savol berardik. Kimlar o'tiringlar qani? Marhamat. 4-sinf. O'tiring. Savollaring bor qizim. Birinchi savolga kelsak, sizga 3 kun ta'til berilsa, o'zingiz xohlagan qaysi joyga borgan va qaysi ishni qilgan bo'lar edingiz? Menga ta'til berilsa, maktabga kelgan bo'lardim. Shu ishxonaga kelgan bo'lardim. 3 kun ta'til berilganda uyda bolalar bilan bo'lardim. Menga 3 kun ta'til berganda musobaqa o'tkazib, bolalar bilan musobaqada o'ynardim. Eng birinchi navbatda onamni ko'rib keldim. Birinchi o'rinda ota-onamdan xabar olgan bo'lardim. Agar menga 3 kun ta'til berilganda Samarqandga borardim. U yerda birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni ziyorat qilib kelgan bo'lardim. Qashqadaryo viloyatiga ota-onamni ko'rgani borgan bo'lardim. Maktab davringizdagi eng sevimli faningiz qaysi? Matematika bo'lgan. Maktab davrimda eng sevimli fanim Tarix. Eng sevimli fanim jismoniy tarbiya va informatika fanlari yaxshi ko'raman. Algebra, geometriya, ya'ni matematika. Maktab davridagi eng sevimli fanim o'zim o'qigan fizika va matematika fanlari. fizika. Sizda hayotni orqaga qaytarish imkoni bo'lganda qaysi kunga qaytgan bo'lar edingiz? Yoshligimga qaytgan bo'lardim. Sizlarga yoshligim bo'lganda boshqatdan o'qirdim. Qaysi kunga qaytgan bo'lardim? Hayotim qanday yaxshi kunlarda o'tgan, yomon kunlarda o'tmagan. Men hayotimda orqaga qaytadigan kun bo'lganda edi. Boshqatdan institutga qaytib o'qirdim. Javob berish qiyin. Men joyida bo'lganim ma'qul. Agar o'tmishga qaytadigan bo'lsak, 2019-yilda birinchi marta Milliy universitetga o'qishga kirganlik haqidagi ma'lumotnoma ushlaganimda o'sha kun eng baxtli kunim bo'lgan. Yoshligimga. Tug'ilgan kunimga. Ustozingizning ismlari? Birinchi ustozimning ismlari Sohiba ustozim bo'lgan. Birinchi ustozim Hisopa degan ustozim bo'lgan. Birinchi ustozim Birinchi ustozimning ismi Shahnoza opa. Birinchi ustoz